Assalamu alaykum do'stlar. Kechliklar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda İtaliya cheytiki aqilliq ashpazni anglamdik. Bu ashpaz zodi qanday aqilliqdir? Undaqda umidlarimning qilqi menda bo'lsin-a? Zamonlarning zamonida İtaliyada bir pek o'tgan ekan. U o'lashqa pek amraq, to'limi mehmondo'st kishi ekan. Tonish bilish al-ag'illarni pat-pat qo'rqig'i taklif qilib turadi ekan. Bir kuni bey do'stlar bilan o'g'i chiqibdi. Uning ovda amdi kelib, bir kiti bir turnini tutibdi. Bey va uning do'stlari hujum tushganda yerib echib ovdan qaytib kelibdi. Bey ashpezni chaqiribdi. Mono turnida shundoq ko'p pishirg'inki, do'stlarimning tamog'ida qolsin. Baş üstüge begim, baş üstüge. Sizni herkes yerga qartib qo'ymayman. Debdi ashpaz. Ashpaz qozni yungdab, ichi teshini pokiz adalabdi. Andin dori darmaklarni obdan tangshab do'xubga qilsabdi. Uzoq o'tmay bir dehqon qizi ashpaz bilan ko'rishgili kelibdi. Kavobning nasilik purqi dehqon qizning dimoqlarini g'itiqlabdi. Turni kavbi pishirayotgan o'xshamamsiz. Debdi qiz tatliq kulib. Menimi eg'iz tegizasiz? Chiroyli qizning talbini rad qila olmagan ashpaz uni turni pachiq bilan mehmon qilibdi. Tamoq vaqti bo'lganda turni Kavbi beyning tamoq josiga elib kelinibdi. Voy, bu turnining birli puti bor ekan-ku. Deb to'lib etibdi bir mehmon hayronlik bilan. Bek obro'yparast odam ekan, u ashpazni chaqirtib bu ishni surishtiribdi. Begim, xabaringiz yo'qmi? Bunda qushlarning faqat birli puti bo'ldi emasmi? Deb turibdi ashpaz. Agar bu yerda tirik turni bor bo'lgan bo'lsa, gapimning rostligini sizga isbotlab bergan bo'lardim. Begning mehmonlarning oldida ashpaz bilan talashqisi kelmabdi. Bo'pti, gap bo'lsa adat degan so'zlashaylik. Debdi u. Agar sening deganing xato bo'lib chiqadigan bo'lsa, meningni yomonlama. Qattiq qo'rqib ketgan ashpaz qochib ketishni o'ylabdi. Lekin u bechora nega qochib ketalasin? Tang saharda baydagi bo'lib, kechida uxlay olmagan ashpazni chaqiribdi. Qani yura, daryo bo'yiga berib boqaylik. Turnilar bir putliqmi yoki ikki putliqmi? O'z ko'zimiz bilan ko'rib kelaylik. O'z hayotidan umid o'zgan ashpaz Noilash beyning kaynidan mengibdi. Ikkaylan daryo bo'yiga yiqilashgan chog'da ashpaz uyquga ketgan bir to'p turnilarni ko'ribdi. Ularning hammasi bir puti bilan turgan ekan. Chunki turnilar uxlaganda mushundaq qiladi ekan. Hayot umidi qaytadan yongan ashpaz ixtiyorsiz to'lib yetibdi. Begim, qarang. Ana qarang-a, turni degan rostli bir putliq bo'ldi ekan. Men sana ko'zitib qo'yay. Bey shundoq debdi-da, qattiq chavoq chelibdi va vaqirabdi. Urkib ketgan turnilar yig'ib olgan yana bir putini qo'yib etib, qanot qiqib uchib ketibdi. Amni ko'rgansan? Deb o'kirabdi bey. Ularning puti ikki turmamdi. Bu ahvolni ko'rgan aqilliq ashpaz darhol radiya beribdi. Begim, agar tunigansiz tomoq vaqtida chavoq chog'an va vaqirgan bo'lsangiz, heyli turni balkim yana bir putini chiqargan bo'ladi. Tan berilgan bu javobni anglab ochiqib biraqli yongan bek qaqaqlab kulib ketibdi. Do'stlar, bu chechak bak qiziq-a? Ashpazning eng oxirida aytgan so'zni anglab, menmi kulib ketdim. Deymizmi, bu ashpaz bak aqilliq ekan. Cho'chakni anglab o'tdik. Endi qanday qilamiz? Buni deymizmi, sizlar obdan bilasizlar-ku. Ashpazning panparasatligini, aqilliqligini o'zimizga ulgu qilamiz-a? Mening omoqlarim bak gap anglaydi. Undaqda oxirda dilalar hadanglarga agishib, tuvandagi balalar qo'shqini o'rganinglar, ha? Balalar qo'shqi gul. Gul, qizil gul, yupurmiqi yeshil gul, o'g'it beray suv qo'yay, puroq chechib echil gul. Gul, qizil gul, mijoz xulqi esil gul, sunay seni dadamga guldasta bo'lib tizil gul.
Omoqlarim yana bir qitim tayyorlab beray. Gül gül qizil gül, yopirmaqi yeshil gül, o'g'it beray suv qo'yay, puraq chechib echil gül. Gül gül qizil gül, mijas xulqi esil gül, sunay seni dadamga, guldasta bo'p tizil gül. Kech bo'p ketibdi, amiz bugun baldur uxlanglar ha? Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.